Dacha bo'lganga yarasha zo'r bo'lsin, to'g'rimi? Sotishga qo'yilyapti bu dachamiz. Futbolni polelargacha bor ekan. Stol tennis, bilyard, karaoke hamma narsasi bor. Xo'p, 20 kishiga mo'ljallangan. Mana bu yoq tarafda zimniy basenlari ham bor, kattagina. Umumiy hisobda 5 sotuvli dachamiz. Sezonda ham, ne sezon paytida ham maza qilib ishlatasizlar. Saunalari ham bor. Hozir tez obzor qilib beraman. Halol pokiza dacha ekan. Qaranglar, mana ikki taraflama bekilganda, mana sizlarga atmosfera ko'rinadi, lekin bu yerdagi dam olayotgan odamlar hech kimga ko'rinmas ekan. Bu yerda 3 ta xonasi bor, pastda ham garaji bor. Mana zimniy bassenlari, saunalari, saunaning oldida mana sanuzellar, bu yoqdan xonalarga ham o'tib ketsa bo'lar ekan. Qaranglar, hovliga chiqib yurmaysizlar. 20 kishiga mo'ljallangan bu dachamiz, sanuzellari ham kattagina. Qishki yozgi bemalol odam qo'yaverasizlar. Narxi ham bunaqa qimmat narx emas ekan. 400 dan odam qo'ydim dedilar, 20 kishiga mo'ljallangani uchun. Bu yoq tarafda ham tapchanli zonasi, mana bu yoq tarafda ham bor. Umumiy ma'lumotlarning hammasini hozir sig'dirib bera olmayman videoga. Opisiyadan o'qib olsanglar bo'ladi. Ikkinchi etajda bilyardning zonasi bor. Mazza qilib, tabiatga qarab bilyard o'ynayverasizlar. Bu dachamizga 169 ming so'rashyapti. Kakras hozir odam qo'yib ishlatadigan payt, Toshkent chang havo bo'layotganda dachani sezoni rosa yursa kerak. Telegram kanalimda dachani rasmlarini, ma'lumotlarini qoldirganman. Bu videoni dacha sotib olib rosa pul ishlayman deb yurgan tanishlarga jo'natib qo'ying.